Aziz barchaga xayrli kun. Ayni damda bugun 3-may sanasidamiz. Samarqand viloyati Urgut tumani Qoratepa Tersak turizm qishlog'iga kelganmiz. Azizlar, nasib bo'lsa bugun yana bir onaxonimizga quvonch ulashamiz. Tuyuchqul bobomiz xonadonidamiz. Bugun umr yo'ldoshlari Qumronajonimiz 61 bahorni qarshi oladi. Barcha farzandlari nomidan, qizlari, kelinlari, nabiralari nomidan chiroyli tarzda tabrik bo'ladi. Nasib bo'lsa ko'ramiz, kuzatamiz, Urgutga obrashlar aktiv bo'lamiz. E'tibor uchun rahmat. Videoga like bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Kattakon rahmat. Tayyormizmi? Onajonimizga tavallud ayyomlar muborak bo'lsin. Fasalar chalqiradi. Baxtimizga sog' bo'lsin. Dardlaringiz to'kib soching yayrasindir, armonlarga to'lmasin hech ko'ngil. Omadimni hadiya edi, dilda tashvish jonimizdan o'tgan edi. Yurak sho'rlik barchasiga ko'ngan edi. Yaxshi kunlar yaqin kelib qolar, hammasi sizni duoyingiz ona. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang onam. Ovozinglar eshitilmayapti. Hammasi sizni borligingiz ona. Hammasi sizni duoyingiz ona. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang İcabetin topib barcha duoyingiz. Yaxshi kunlar yaqin kelib qoldi. Birgalikda hammasi sizni borligingiz ona. Hammasi sizni duoyingiz ona. Baxtimga omon bo'ling. Nahotki shu bo'lsa sevgi, nahot bo'lolmaymiz boshqa. O'shanmas hech bir orzular qolib ketsa. Xasta bo'lmang ona. Onajonimizga tavallud ayyomlar muborak bo'lsin. Muhabbatdan so'z etsangiz, onadan boshlang. Chunki onasiga sevgisi bo'lmagan, muhabbati bo'lmagan insonning barcha his-tuyg'ulari yolg'on bo'ladi. Onajon, siz ta'riflab bo'lmas, ifodalab bo'lmas muhabbatsiz. Sizni mehringiz go'yo oqib turgan daryoga o'xshaydi. Yo'q, onajon, men adashdim. Daryo emas, ummonga o'xshaydi. Tugamaydigan, kamaymaydigan mehr sizni mehringiz. Siz bizni duogo'yimiz, poyi jannatimiz, zamzamimsiz. Onajon, avvalambor assalomu alaykum. Zero bugun sizlarni mana shunday chiroyli bazmlaringiz bizga bo'lsak ming bor uzr. Bugun barcha farzandlaringizni onajon, otajon sizlar uchun aytmoqchi bo'lgan gaplari bir. Shaxsan Yashin akamni, Qo'shli akamni, Xushudin akam, Oqil akamni qolaversa, kelin emas qizlaringiz Ra'no opam, Shohsa opam, Shirindan Shakar nabirajonlaringiz, qolaversa bugun umr yo'ldoshingiz otajonimiz Tuyuchqul boboning nomlaridan bir lahzaga sizni bezovta qilamiz. Farzandlaringizni onajonimizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Bizni vaqtimizga har doim yonimizda tursinlar. Otam bilan birgalikda umrimizni eng go'zal lahzalarni birgalikda o'tkazsinlar. Joyingiz bo'lsa bizni nomimizdan onajonimiz uchun chiroyli she'rlaringizni o'qib berasiz dedi. Diqqat beramiz. Eng onam onam, yaxshi insonim onam. Baxtimga omon bo'ling, o'zimni jonim onam. Ikki ko'zimning nuri, yuragimning sururi, hayotimning g'ururi, o'zimni jonim onam. Mehri buloq soyligim, ikki dunyo boyligim,
duogo'yim, chiroyligim, o'zimni jonim onam. Uyimiz fayzi hunari, mening qalbi gulzorim, Allohim bergan tumorim, o'zimni jonim onam. Eng mehribonim onam, yaxshi insonim onam. Baxtimga barcha farzandlaringizni baxtiga omon bo'ling. O'zimni jonim onam. Baharım gülür ey hanım ana. Ey mehribanım benim baharım ana. Fariştemiz dertke dermanım ana. Benim baharım gülür ey hanım ana. Dünyada varım cennet ifarım ana. Ey mehribanım benim baharım ana. Fariştemiz dertke dermanım ana. Onajonimizga taqdim etamiz. Benim baharım gülür ey hanım ana. Dünyada varım cennet ifarım ana. Ey mehribanım benim baharım ana. Fariştemiz dertke dermanım ana. Benim baharım gülür ey hanım ana. Dünyada varım cennet ifarım anam onam. Benim baharım gülür ey hanım ana. Tabriklaymiz, tabriklaymiz, tabriklaymiz. Qarsinglar bilan. Bachchan Dardlaringiz to'kib soching yayrasindi. Armonlarga to'lmasin hech ko'ngil. Omadimni Ammamni tug'ilgan tavallud topgan kunlari avvalambor tug'ilgan kun muborak bo'lsin, bugungi shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Mana shu o'g'lim bilan qo'shib baxtli hayot kechirib, mana shu boldani, nevaralarni huzurini ko'rib, sog' salomat bo'lib yurishingiz tilakdoshimiz. 100 yoshlarga kirib, mana shunday baxtli hayot kechirish hammaga ham nasib qilsin. Osmonimiz musaffo, yurtimiz tinch bo'lsin va ishidagi hamma insonlarni Alloh o'z panohida asrasin. Assalomu alaykum hammaga. Akajon tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Pochcham bilan qo'shcha qaring iloyim. Umringiz hamisha mana shu yomon kunlardan shunday bo'lsin. Nevra eri chehrangiz hozir halovatli ko'rib, yuzga kirib yuring iloyim. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Katta rahmat, vaqtimizga sog' bo'linglar. Endi asosiy inson tabriklash kerak-da. Onajon, To'ychi tog'am. otajon Tog'am tabriklaydilar, keyin hoji bilan tabriklaydi. Assalomu alaykum uzoq yaqindan kelgan mehmonlar, oilamning avlodini topqatiriga keyin mana shu fursatdan foydalanib ayolimga uzoq umr, sog'lik, salomatlik, omad tilayman. Hech yomonlikni ko'rmasin, eng yomon kunlari bilan ishlamasin. Onasi tabriklaymiz. Sizga sog'lik, salomatlik. Marhamat. Hoji onaga so'z mumkin. kelib
Ben zorun görevleri çevirerek görevler 100 yaşladım. Aşık sokkın eğrisiyle genç güllere mensup var bile ne yaşayacağını Avvalambor assalomu alaykum. Bu yoshlarni ko'rib yuring. Amakim bilan doimo farzandlar huzurini, kamolini ko'rib yurish va nevaralar ardog'ida bo'lib yurish nasib. Kattakon rahmat. To'ychi bobo, siz oson quturyapsiz, emasmi? Bir diqqat qilishingizni iltimos qilaman. Shu otajonimiz juda ham gaplashishanda, o'qituvchi bo'lgan ekan, boya suhbatlashdim. Lekin bitta gapni aytmadingiz onamga. Bitta gapni aytmadingiz onamga. Eshitamizmi? Birgalikda. Marhamat. Onasi doimo qo'sha qarang. Ikkalamiz baxtli bo'laylik. Sog' bo'laylik. Hech yomonlik ko'p ko'rmaylik. Doimo nafsimizdan kulgu, tabassum hech arimasin. Rahmat sizlar uchun. Davomi. Asosiysi. Doimo baxtli bo'laylik. Sevgimiz hech buzilmasin. Rahmat. Nafotki shu bo'lsa sizga nafot bo'lolmaymiz boshqa Baxtlaringizni ko'z tegmasin oxir. Har doim mana shunday baxtli davrlarimizni ziynat qilib yuringlar. Endi onajon, otajon sizlar uchun bugun qizlaringizni opamni bir she'rlari bor. Oqil opamni. O'zim aytolmayman, mana shu she'rni onam uchun ijro qilib berasiz qildilar. Ona bir hayotda yashash boshqacha. Onaning ta'rifi yo'q, mehri boshqacha. Kirsalar ham 90-100 yoshgacha. Ona bir hayotda bari bilan yashash boshqacha. Onamiz yashaydi bizlarni o'ylab, kunu kun Xudodan baxtimiz tilab. Onasiz qolganlar tinmaydi yig'lab. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Odamda martaba, obro' bo'lsa ham, qo'lida millionlar puli bo'lsa ham, yoningizda otajonimiz tirik tursalar ham, baribir ona bor hayotda yashash boshqacha. Onajonim umriga umr tilayman. Bir umr tuganmas baxtini so'rayman. Onasi yo'qlaridan uzr so'rayman. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Onaning ta'rifi yo'q, mehri boshqacha. Kirsalar 90-100 yoshgacha. Baribir onalarimiz bor hayotda yashash boshqacha. Qaysinglar jalb qilamiz. Ota shunaqa onalar haqida she'r aytdim bitta davrada. O'sha onajonlarimiz, lo'lilarimiz haqida. Bir otaxonimiz chiqdilarda, "Nima faqat she'rlaring onalar haqida, otalar haqida she'r yo'qmi?" Bor albatta. Mana shu she'rimiz farzandlaringiz nomidan, akamlar nomidan siz uchun bag'ishlanadi. Hamisha men tomonim, to'g'irlaydi yomonim. O'zimning qahramonim, hammadan zo'r sizlarda. Baxtiyor yo'q menchalik, sizga qilayli erkalik. Hatto suyansam tog' yelkalik. Hammadan zo'r sizlarda. Erkak bo'ldi, er bo'ldi. Zot toza sher bo'ldi. Ey o'g'lim, mendan ham zo'r bo'ldi. Hammadan zo'r sizlarda. Shiddat qo'shib shaxtimga. Omon bo'ling onajonim bilan birgaligida baxtimga. Sultoni bo'ling taxtimga. Hammadan zo'r sizlarda. Hamisha men tomonim, to'g'irlaydi yomonim. O'zimning qahramonim. Hammadan zo'r sizlarda. Qaysinglar jalb qilamiz. Jonim dada, yuksak nazar. Jonim dada, Tarasib etishey bu. Abdullahdan bujonlar uchun chiroyli fikrlaridan niyatlarini eshitamiz. Ashlang aytib ber. Ashlang ayt. Buni she'ring aytsan. Om she'ring. Ayt. Onam mening
Qancha aytadi? Endi qancha aytadi? Endi Muslimaxona. Allohim. المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات. Qoriya soliha qizlardan bo'lsinlar. Qanaqsiz o'tmas bir oy, yozim bo'lar qahraton, yaratganim ber imkon, onamni saqla omon. Onajonim gul yuzimni, onajon jon uzib bergan. Amir Shoh. Amir Shoh chaqirsin. Assalomu alaykum, hammaga katta rahmat. Anajon, men sizni juda yaxshi ko'raman. Hatto men sizni maktalarga boraman. Anajon, sizni juda yaxshi ko'raman. Salomlar yo'llayman. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Nima deymiz bugun? Menimcha eng aziz bo'lgan insonim onajonim tavallud ayollar ekan. Nima deymiz endi? Ona uchun dunyodagi barcha qancha yaxshi tilaklar bo'lsa, hammasini tilayman. Doim boshimizga sog' bo'lsin. Hech qachon kasal, dard nimaligini ko'rmasin. Onajon, yana bir marta sizni tabriklayman. Doim sog' bo'ling. Aka, keling. Degani yo'q. Jonim, boshimizga sog' bo'ling. Har doim. Dadajon, boshingizga sog' bo'ling. Doim. Kelin gapir. Ayjon dadajon, sizlar juda yaxshi ko'raman. Doim baxtimizga sog' salomat yuringlar. Allohim ikki dunyo saodatini bersin. Mana nevaralaringiz katta bo'lyapti. Ularga to'y berganimizda ham bizlarga bosh-qosh bo'lib, doim hamma ishimizda yo'lovchimiz bo'lib yuringizlar. Baxtimizga sog' bo'linglar. Makkalarga borish nasib qilsin, ilohim kelasiz shu paytda. Rahmat. Kelin. Katta kelin. Yaqinroq. Sizlar bilan izlashib yuringizlar, hojon to'ychona bo'lib, boshimizga sog' bo'lib, nevarlar huzurida yuringizlar. Bravo. Beni bormi? Onajonim, baxtimga dadam bilan bir shaharib, oilamiz boshi bo'lib ilohim. Minglarga kiring. Ma'rif qani Ma'rif? Dadasi? Ma'rif. Ma'rifga chaqiraman. Qizim, qoshing bilan ko'zing meniki. Goh shirin, goh achchiq so'zing meniki. Boringga shukrlar aytaman takror. Yaxshimi, yomonmi, o'zing meniki. Umidim yo'lchasi sensan, jon qizim. Allohim baxtaringizni ko'rsatib bersin. Shu otani yonida bitta o'taydi. Bog'i eram onamning diliga yetolmaydi. Otajon, yoningizga o'taman. Bog'i eram onamning diliga yetolmaydi. Sochlarimni silagan qo'liga yetolmaydi. Agar dunyoni boyliklarini boshimdan zar qilib sochsalar ham, shu otajonning topgan 3-4 puliga yetolmaydi. Siz baxtim yo'lida nur sochgan onamsiz, otamsiz. Farzandlaringizni desa, onajon, tog'dan boshqa insonsiz. Dunyoda hech narsadan qo'rqmagansiz. Bitta qo'rqqaningiz bor. U ham shu akamlarni, otamlarni baxtsizligidan qo'rqqan insonsiz. Lekin biz bugun baxtli, xursand, shodon yuribmiz. Bilasizmi nimaga? Chunki biz baxtimizga, barcha farzandlaringizni baxtiga baxtli qilib tuqqan onamsiz. Bog'i eram onamning guliga yetolmaydi. Sochlarimni sevgan qo'liga yetolmaydi. Agarda dunyoni boyliklarini boshimdan zar qilib sochsalar ham, otajonimni topgan 3-4 puliga yetolmaydi. Boshimizda qalqon bo'lingizlar, dunyo turguncha turingizlar. Ana endi albatta raqslar yarashadi mana shu baxtli davramizga. Tavallud kunlarim muborak bo'lsin.